Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ayol bilan suhbatda shunday dedilarki, agar eringni xafa qiladigan bo'lsang, Allohga qarshi chiqasan va o'qigan namozing qabul bo'lmaydi dedilar. Va eringga yomon gap gapirsang, qiyomat kuni tiling bilan osilasan dedilar. Va yana aytdilarki, seni mol-mulking eringga yordam bermasa, oxirat kuni yuzing qaro bo'ladi dedilar. Agar eringni mol-mulkidan o'g'irlab kimlargadir ulashsang va yana kechirim so'ramasang, unda Alloh seni sadaqangni ham, zakotingni ham qabul qilmaydi dedilar. Qaysidir ayol erini so'ksa yoki eriga nisbatan qarshi gap gapirsa, unday ayollar do'zaxda tilidan osilurlar. Alloh ularni 1000 yil kuydiringlar deya hukm qiladi dedilar. Bu gaplarning qarshisiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana dedilarki, agar ering Alloh sendan rozi bo'lsin desa 60 yil sajda qilganlik savobini olasan dedilar. Agar eringga bir qultum suv bersang 1 yil